eng yaqin ikki do'st qanaqa bo'ladi? Bir-biridan qarzi bo'ladi, lekin u qarz berilmaydi. Bittasini bo'yi sal balandroq bo'ladi, lekin bo'yi pastrog'ini duxi baland bo'ladi, urushqoq bo'ladi. Bittasi urush boshlaydi, ikkinchisi uradi. Ikkalasi har xil futbol klubiga muxlislik qiladi. Ular uchun hamma joy ring. Bir-birini shunaqa uradi, ular yegan kaltakni zaldagi mushuk yemagan. Bitta qoida bor, basharaga urish yo'q. Chunki basharaga ursangiz ko'karadi, uydagilar so'rasa nima bo'ldi desa, o'rtam urdi deya olmaysiz. Chunki u o'rtag'iz ular uchun shunaqa odobli odam, u odobini faqat o'z sizni uyingizda, keyin o'zini uyida ishlatadi. Ular bir-biridan xafa bo'lishmaydi. Agar xafa bo'lsa ham davosi bitta Pepsi. Bittasini sevgan qizi bo'ladi, bittasi sevgiga umuman tupurib qo'ygan bo'ladi. Shuncha mashinalar sig'gan yo'lga ular sig'maydi. Bittasi tekis yo'lda ketadi, bittasi ariqda ketadi. Bir-birining ismini faqat uydan chaqirish kerak bo'lganda ishlatishadi. Eng muhimi, ular bir-birini qiyin vaziyatda tashlab ketishmaydi.